Buxoro shahar 26-maktab o'quvchisi Maftunaxon Nabiyeva darsdan tashqari vaqtlarda Kelajak markazi tarmoq to'garaklarida qandolatchilik va oshpazlik sirlarini o'rganishini aytadi. U kelgusida shu yo'nalishda milliy brendiga ega bo'lib, katta sex faoliyatini yo'lga qo'yish orzusida. Biz 5-sinf bo'lishimizga qaramay, maktabimizda o'rgangan qandolatchilik to'garagida o'rgangan mahsulotlarimizni bugun mana shu sahnamizga olib keldik. Men kelgusida o'zimni katta brendimni ochib, xalqqa xizmatini qilib, yetuk qandolatchi bo'lishni xohlayman. Buxoro shahridagi 14-maktab o'quvchisi Charosxon esa hunarmandchilik sirlarini o'rganib, mustaqil ravishda tayyorlagan mahsulotlarni kasb yarmarkasiga olib keldi. Buxoro shahar 14-maktabda Kelajak markazi to'garaklari faoliyat yuritadi. Biz unda to'qishni, sun'iy gullar yasashni va bisirdan turli xildagi narsalarni yasashni o'rganamiz. Yarmarka davomida bizning mahsulotlarimizga qiziqish ko'p bo'ldi. Shuning uchun biz shu kasbni hunarni tanladik va mukammal o'rganamiz. Buxoro shahar Kelajak markazi tomonidan tashkil etilgan kasb yarmarkasi doirasida kasbiy ta'limni ommalashtirishga qaratilgan keng qamrovli yarmarka Buxoro shahar maktablarining 500 nafardan ortiq o'quvchilar uchun foydali bo'libgina qolmay, tajriba maydoni vazifasini ham o'tadi. Mazkur yarmarkani tashkil etishda asosiy maqsad o'quvchilarning o'sha kasbga bo'lgan qiziqishlarini aniqlash, zamonaviy yo'nalishlar va innovatsion loyihalari bilan tanishish va ularni o'sha kelajakdagi o'zlarini rejalarini tuzishga ko'maklashishdan iborat. Yarmarkada shahrimizdagi 45 ta umumta'lim maktablaridan kasb hunarga qiziquvchi o'quvchi yoshlar ishtirok etishmoqda. Ular o'zlarining ijodiy ishlarini va qobiliyatlarini namoyish etishmoqda. Bunday yarmarkalar yoshlarni ilhomlantiradi, ularga o'z ustida ishlash va katta maqsadlar sari intilish uchun motivatsiya beradi. Eng muhimi, yoshlar o'z qiziqishiga mos kasbni amaliy tarzda ko'rib, kelajak rejasini oladi. Buxoro shahar Kelajak markazi tomonidan kelgusida bu kabi keng qamrovli innovatsion festivallar, startap tanlovlari va xalqaro hamkorlikdagi ta'lim loyihalarini tashkil etish rejalashtirilgan. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.